uşağına 50 bin so'm. Işıda uşağına 50 bin so'm. Işıda emirimde uşağına 50 bin so'mdan gelip özleri görüp alın. Magazinde kütük kalamam. Bu bir shop hamisha sizler için hizmetler, klientler için kütük kalamam emmi. Ağan klientlardan uzur soragan halda ben dım plazer bolup turpman. Şuncha realni skitki ben skanı realni skitki men skudam. Bularımıza 100 bin so'm. Uşağına 180 bin so'm. Klientlar kayıt demengler üzür lekin. En realni skitki bu kayıt demengler ondan pes. Bugün şokta ağır skitki. 4 gün aksiya koyup bertip ben 5. günü iltimas etip gelmengler üzür klient. 200 bin so'mdan beri ben kostyumuna maddini giyerdi. Yüpkesine maddini giyerdi klientlar. Toya köçeye hamma yere gitti ba. Bardoyu siveti ba. Balotli siveti ba. Sizin Natıcan Patolog'una 40 zabatta ku? 40 zabattamiz. Hozir beri Natıcan Patolog'imizni yangicha yo'nalish, yangicha modasi desak ham bo'ladi. Bort Natıcan Patolog ishlab turibmiz. Ha, sizni даже yangicha Bort Natıcan Patolog. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar bugungi videomuz Mubin Shopdan bo'ladi. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tuman 4 bozorida obunachilar. Manzillarni to'liq tushuntiradigan bo'lsak, beton stiyanki darvozani ko'rsatib bering shu yerlarni. Obunachilar beton stiyankidan kirib kelaverish, 40 zabat taksilar turadi. Bu tarafda yonboshdagi avtobus taksilarimiz turadi. Beton stiyankidan kirib kelaverish, darvozadan kirganimizda obunachilar birinchi degan chap tarafda. Giraverishimizda obunachilarning o'zi ko'rinib turibdi Mubin Shop. Ekranda adım tushunmaylar uchun telefon nomerlar bo'ladi. Ichkariga kirib obunachilarni ichki yangiliklar birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yurtdoshlar, opa-singillar. Sizlarga zo'r skidki qo'yib beraman. Realni dim arzon baholarda qo'yib beraman. Aksiyani zo'r-ku. Zo'r aksiya. Realni o'zini bahosidan, lekin tez urgirib qolasiz. Nechagina qo'yamiz, shuni ayting. Hozir ining bugun 5-kun juma ayamang. Bugungi ishda chiqarasiz. Bugungi ishda xudo xolasa chiqadi. Bugungi ishda chiqarsa 6-kun, bozor kuni 1-kun. So'nggisi 2-kuna qo'yib beraman. 4 kun. Undan keyin 4 kun shu bahodan olib biladi. 4 kundan keyin o'tsa, u baho umuman ola olmaydi klientlar. 4 kun urgirib qoladilar. Aksiyani zo'r dedingiz, qani bilan tanishtirib, qani qiziqtirdingiz-ku bu. Ishlarimiz qalin. Ishlar hammasi qalin kofta bular. Bularning hammasi qalin, po'choqdek qalin. Qalin, ha? Shu po'choqdek qalinlarning hammasini 110 ming so'mdan qo'yib beraman. Shu yuqori turganlar. Ishlar hammasi ishidan aylantirib, ishidan boshlaydi. Ishorachali, to'rachali 110 ming so'mdan klientlar kelib olib ketaveradi. Xatoni 110 ming so'mdan. Xatoni bilan 110 ming so'mdan. 4 kun davomida. 4 kun, faqat 4 kun urgirib qolasizlar klientlar. 4 kundan keyin undi baho yo'q. Realni skidki. Ishlarni yupka koftalarimni Neobishni, akkuratni, ham to'ylari, ham ko'chalar, hamma yerga giysa bo'ladi. 200 ming so'mdan qo'yib beraman. 200 ming so'm. Ikki narsa, oddiy yupka, oddiy kofta 200 ming so'mdan. Obunachilar qaranglar, yangiliklar zo'r. 200 ming so'mdan. Inabularni, imindi kolonini, ishlarni 240 ming so'mdan qo'yib beraman. 240 ming yupka koftasi. Ishkik bilan O'zbekiston emas, yanglishmanglar, faqat koloni nechalik giysan bo'laveradi. 240 ming so'mdan qo'yib beraman. Menda yupkalarimni turi ko'p hali. 120 kofta, 120 yupka. 120. Villet qalini. Bom 120 kofta, 120 yupka. Villet qalini. Bular ham 120 kofta, 120 yupka. 240 ming so'mdan qo'yib beraman. Shu aytib turgan baholarga javobmi 4 kun davomida? 4 kun urgirib qolasizlar qizlar. 6-kun, bozor kuni, 1-kun, 2-kun, 4 kun davomida, 5-kuni уже to'xtaydi. Buni baho ola olmaysizlar. Yine obunachilar jumadan boshlandi bugun jumadan. Uzr so'rayman, 5-kuni u bahodan sota olmayman. Hozir sizlarga realni skidki urgirib qolinglar. Bularimiz bor. Bularimiz ham dim chiroyli turadi. To'ylar uchun kattaroq desam, yosh qizlar. Bularimizni 220 ming so'mdan beraman. 220 ming so'mdan. 220. Bilinga yaxshi aytib ko'rsinlar klientlar. 220. Bom 220 dan beraman. Bu 240 ming so'mdan beramiz 240 ming so'mdan. Bu göyneklerim ham alın. 300 ming so'mdan sotib turibman. 300 demayman. 240 ming so'mdan olib ketaveradilar.
Bu yubka koftalarımız 200 ming so'm. Ena, bular yoshroq qiz atlas yubka, mini kofta 200 ming so'mdan beramiz. Bular kattaroq ayollar uchun turadi, ena, iriroq ayollar uchun dumzo'r turadi, to'ylarga giymaka. Bularni esa 200 ming so'mdan beramiz. Bularni 4-5 tur sveti bor. 200 ming so'mdan beramiz. 200 ming so'mdan 4-5 tur sveti ham bormi? Ena, svetlari. Ena. Mindi молочный sveti bor qizlar. Mindi rozi sveti bor. Ena. Rozi 200 ming so'mdan olib ketarasiz klientlar, kelasizdan. 4 kun davomida o'rganib qolinglar. Realni skidga berib turibman. Sifatına garantiya. Bularım ham 200 ming so'mdan beraman. Yana 200 ming so'm. Koftasi, yubkasi yosh qizlar uchun bular. Yine obunachilar to'ya kiyinaman deb bergan bo'lsangiz 4 kun davomida o'rganasiz. Bularimiz ham 200 ming so'mdan yana. Yine 200 ming so'm. Yine 200 ming so'mmuş. 200 ming so'm bularimiz ham. Yine sizlar obunachilar. Bizda endi kostyum ko'ylaklarimiz ham bor. Ustad dinlik voy. Şu klientlarga yaqinlashinglar. Dinlik kostyum, rimenchalari bor. Oq kostyumi, imalinisi bor mana. Ene. Bular ham 200 ming so'mdan beraman. Kostyumini ham oddiyni kiyadi, yubkasini ham oddiyni kiyadi klientlar. To'ya, ko'chaga hamma yerga kiyadi. 200 ming so'mdan beramiz. Bularni. Yine obunachilar realni aksiya 4 kun davomida boshlandi, xudo xolasa. Ene. Bularimiz ham bor ene. Bularimiz ham 200 ming so'm ene. Bularimiz ham 200 ming so'm. 200 ming so'm. Endi İmbimiz ham 200 ming so'm ene. 200 ming so'm. Keyin bir de vechurni ko'ylaklarimiz bor. Endi bunda vechurni ko'ylaklarimiz bor. Ene ataki. Ene. Bularimiz to'y bop ene. Bularimiz 250 dan. 250lik ketdi. To'ydan o'zgacha bo'lib beraman desang obunachilar, ene sizlar. Bularimiz ham yubka koftasi, xo'sh shoydiradi. Ene yubkalarining yengligi. Munjiqlari bor, arkalari mindi, ene korsetli. Bularım ham 250. Bam 250. Ki inabımız ene. Bam dım zo'r duradi, dım chiroyli duradi ene. Eteklarim dım keng. Bularimiz 220 dan. 220 ming so'mdan. Inabam 220 ming so'm. Ene. To'g'ri, 220 ni 3 tur sveti bor ene. Hozir buni oqni MB'da sig'maydirdi. Qara qizil ham bor ene. 220 ming so'm. Vechurni yosh qizlar uchun. O'dim o'zgacha qilamiz. 220 ming so'm. Endi buni bordoy svetam bor. Hozir ko'rsataman. Buni yashilni bordoy svetam bor ene. 220 ming so'm. Bular kattaroq ayollar, bizadi galinlara bo'ladi o narsa. 220 mingdan. Hozir yana endi turyeski ko'ylaklarimiz bor bular. Bularni 230 mingdan beraman. O'zi 380 sotilgan. 380 sotilgan 230 dan. 230 da 2 dana qolgan lekin. 2 dana qolgan. 2 dana. Bularimiz 200 dan ene. 200 dan buni malinisi bor, buni oqi bor, oq qarasi. 200 ming so'm. Bu vechurimiz ene. 250 ming so'mdan ene. Dim zo'r turadi. 250 dan. Bular kattaroq ayollar uchun. Yubka koftalarimiz to'lqa ene. Yeng, dim zo'r turadi. Buni ham svetlari ko'p. Bular ham 230 mingdan beraman. Ene yashil ham bor ene. Stok yakasi bor, albachiq yakasi bor. 250 dan, 230 dan, uzr. 230 dan beraman. Yine obunachilar yangiliklarni zo'r. Inabimiz ham bor, ene dim chiroyli turadi, xo'sh shoydiradi. 200 ming etib beraman shu yubka koftamni. 200 ming so'm. Arıqlıqdan semizlikçəli bo'ladi. Xitoy narsasi ponni iri ayollarimiz ham bo'ladi o narsa 200 ming so'mdan berberamiz. Buni ine 240 ming so'mdan berberama ene. Yubka koftasi 240 ming so'mdan. Keyin bu ko'ynaklarim bor. Bularım üst kostyumli ko'ynaklarim bular. Ene dim chiroylilar 150 ming so'mdan berberama. 151 ketdi. 152 ketdi ene pancholu ko'ynakim. Pancholu 152 ketdi. Endi kojalarim bor, koja ko'ynaklarim. Bularni 200 ming so'mdan berberman. Koja saddini, ko'ynak addini 200 ming so'mdan. Buni ham ene 200 berberman. Svetlari bor, bular ham sveti ko'p. Ene ko'rsin. Bu baholanib bozorni aylanib kelaversin-ku. Bemalol bozorni aylanib kelib ko'rib olaversinlar. Boshqa bozorni borib aylanib kelib keyin kelib olib ketsinlar. So'ngida shu o'zi chiqib ketib o'tirganda darvozani yonida obunachilar girib olib chiqib ketaverasizlar yana bozorga. Bir chiroylatib o'zingiz tushirib bering, bularni cho'zdirib tashladim. Bir ko'rsating halqa.
Yine ayarlarımız libaslarına karanla bana. Hammasi вечерний to'ylar uchun, qizlar uchun. Keyin endi bu qatorimizni o'tamiz. Keyin mindi ko'ylaklarimiz bor. Yeng. Eteklar ham kloş. Dim chiroyli duradi. Yoqali. 200'den beraman bularni alın. 200'den. 220 koyacak edim 200 alın. Yine. Bo'lsa aksiyani zo'r bo'lsin deymiz-ku. Zo'r bo'lsa, yine. Urgirib qoladi 4 kun. Yine mindi maloshi siyeti bor. Bardoy siyeti bor. I korishniy siyeti bor. 200 ming so'mdan kelib olib ketadi. 54, 52, 50, 48'den başlaydı. 54'e razmer bo'ladi bular, razmerlar. 48'den başlap 54'e dinlerinizmi? Razmer, 54'e. Razmerlari. Endi go'ynak men bor, вечерний, dim chiroyli duradi. Buni 4 tur siyeti bor, dim xush duradi. Buni ham 200 etib beraman klientlara. 200 вечерний. Yine duruşunu göreversin yine, duruşunu görsün. Yine duruşuna başka gap yok. Любой bir kızlarımıza, ayollarımıza yaraşadı. Yine bunu 3-4 tur siyeti bor, 3 tur yine. Korishniy siyeti bor ining mana. Elektr siyeti bor ining. I bardoy siyeti bor ining. Ko'raveradilar. 200 ming so'mdan pulni berib olib ketaverasiz sanab. 200 ming so'mdan. 200 ming so'mdan ne oldu tuttu bu kiyimler? Keyin bizada qop-qora giyfer giygan ayollarimiz bor ining. Ining qop-qora giyfer. Buni ham 200 ming so'm pul berib olib ketaverasiz. Ining. Keyin bizada endi katta ayollarimizniki bor ining. Yine katta yallah. 1-2 3 saçal tureski endi giy. Yine dim chiroyli duradi. Buni 3 tur siyeti bor. Bardoy siyeti bor. Elektr siyeti bor. Bardoy siyeti bor. Bolotniy siyeti bor buni. Oq siyeti bor buni. Yine 200 ming so'm berib olib ketaversinlar. 200 ming so'mdan. Tikkiga aytib berdim. Og'alla xafa bo'lmasin mendan. Ha, evvel og'alla xafa bo'lmasin. Evvel og'alla xafa bo'lmaydi. Biza realniy skidki dim zo'r kelaveradilar. Evvel og'alla xafa bo'lmaydi qizlar. Yine 4 Xudo xolasa bu shopni magazinda hammangizni kutamiz. Bu bin shopda obunachilar aksiyani zo'rlari xudo xolasa. Bugunakimiz ham yupka koftamiz dim zo'r duradi. Xush shoydiradi, kelaveradi. Keyin mindi go'ynaklarimiz bor. Zo'rda bular 200 etib beraman. 200 ming so'm pasi gafri, pasi nechali gafri akkuratniy duradi. Buni pulini aytdik. Qizlar biladi, buni ham 200 etib beramiz dedik. Keyin bular вечерний, uzini bular. Yine. Uzini yine. 250 ming so'mdan beraman buni ham. Yine. Rozisi go'ki bor. 250 ming so'mmi? 250 ming so'mdan yine. Realni bozorni aylanib kelarsin, qoshlarına, dashlarini metib berarsin klientlar. Yine. Keyin buni elde ochgan bor. Yoqali. Ochgan. Yine. Mindi modasi bor. Yine. 200 ming, 250 ming so'm kelaveradilar yine. 250 ming ne obuna? 250 ming so'mdan kelaveradilar. Mubin shopda. Mubin shop magazinda yine. Keyin bizada mindi go'ynaklarimiz ham bor. Yine. Chiroyli duradi, xush duradi. 200 ming so'mdan qo'yib berdim. 201 ketdi. Bir go'ynakim 200. Ishi yupka koftam ham mena ketdi. Chiroyli duradi, xush 200 ming so'mdan. Bo'g'ozlar ham o'ylagan holda, bo'g'ozlarning sarafani qalini. Yine bo'g'ozlarniki 150 ming so'mdan koftasi bilan. Yine 150 mingdan koftasi bilan, 150 mingdan koftasi bilan jinsi ham ketdi 150 dan. Keyin mindi go'ynakimiz ham bor, bular ham 200 ming so'mdan. Yine. Bular ham 200 etib beraman. Alın. Bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin. Yine bularni ham 200 etib berdim. Alın bulan 150 etib berdim xalqqa. Qizil ham bor buni. Bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin, Mubin shopda bo'lsin-ku. Ha, bo'lsa bo'lsin, xalqimizga bo'lsin, Mubin shopda bo'lsin. Kelaveradilar. Papski bosib kelaversinlar klientlarim. Yine obunachilar bir like bosib, podpis yana bosib, 150 ming so'm bularimiz. 150 ming so'mmi? Yoshroq qizlar uchun kostyumi bilan 150 dan. Endi koja go'ynaklarimiz ham bor, chiroyli duradi, xush duradi. 180 mingdan ham koftasi ham koja. 180 mingdan bundan 5-6 tur siyeti bor, ko'rsataman. 180 dan siyetlar, korishniyimiz bor, koftasi bilan. Kofennimiz bor, koftasi bilan. Bolotniyimiz bor, 180 mingdan urgirib qolasizlar, 4 kun aksiya klientlar. Endi kostyum go'ynakim ham bor. Dim chiroyli duradi, po'choqdek qalin.
Hozir bir koja kostyum o'zini optim bahası 250 bertirmiz katta ayollar uchun. Bu hem kostyum hem göyneki 250 ming so'mdan beraman. Bana 250 ming so'mdan hem kostyumu hem göyneki. Cevap mı? Cevap 100% cevap. Sizler obunachilar Moving Shop'ta aksiyani haqiqatan zo'r boshlandi. Kızlar, mindidan köpler göradigan bu göynekiniz yok mu bu göynek? Yaqqan göynekni sketchat etib kelinglar kızlar, top beraman. Yaqqan göynekni sketchat etib kelsa top beraman. Kelsinlar va. Top beramiz. Yaqqanini. İmbalarımız ham bor 200 mingdan ine. Akam bor 200 ming so'mdan. Ine. İş tigir göynekimden ham 2 dana qolgan. Dim chiroyli duradi, dim xo'sh duradi. 200 ming so'm etib beraman bu tigirdan. İmbulan 150 ming so'mdan beramiz. 150dan. Optim seriyasi 150dan. Ine işulam 240 ming so'mga beraman. Yubkasi koftasi 240 ming so'mdan. Bozorda aylanib kelaversinlar. Boy bir yerini aylanib, pulini surishtirib kelaversinlar. Aylanib so'ngida Moving Shop'a kelaversinlar. Ha, kelaversinlar. Ish go'ynakim mening 230 etib beraman. Ine ish yubka koftanam mening 230 mingdan etib beramiz. Yubka koftanam. Ish go'ynakim mening Tureski setchni 400 ming so'm 450 ming so'mdan sotilgan. Buni 280 ming so'mdan beraman. 400 chana sotilgan dedingiz? 280 ming so'mdan Tureski bu setchni. Ha, 280 ming so'mdan beraman. Endi bu yubka koftalarim ham toza kelgan. Hali 2 kun bo'ldi kelganlar. Realni skidki bo'lib turibdi. 200 ming so'mdan pul to'lab olib ketaverasiz. Ina bardoisi, balotnisi, maloshnisi bor. 200 ming so'mdan beraman. Gelib 200 mingdan pul to'lab olib ketaverasiz. Bozorni aylanib kelaveringlar klientlar. Ponni 200 mingdan. Ina imbalarimiz ham bor ina. Bula, ina 3 narsa. Yubkasi, koftasi, jaketi 250 ming so'mdan berib turibman. Shu 3 narsasi bilan 250 ming so'm. 250 ming so'mdan. Ina vechini yubka koftam ham bor. 200 ming so'm etib beraman. Pistonli to'ya giymak. Ishi go'ynakimni 150 ming so'm etib beraman. Ina vechini 150 ming so'mdan o'zinini. 150 ming so'mdan buni so'ma qarang. Ishi jemper, qalin jemperlarimdan bir yuqorini olib bering. İş qalin jemperlarimdan yuqorini bir tushirib bering. Ina buni. Hammasini. Bu jemperlerim hammasi qalin, dim qalin, po'choqdek qalin. 250, 200, 220, 230 sotilgan. Bularni hozir 230, 180, 150 bering demayman. Hamma ushag'anini 150 ming so'mdan olib ketsin. Ushag'ani 150. Ushag'ani. Halol maloshni ushasin, halol galoboy, halol korishni, halol mimo. Ushag'ani 150 berib olib ketaversin. Ana, qo'limni tutunman. Ina shu jemperlarni oldingizmi axir? Qalinlarni. Ina. Ina bunachilar. Nima kerak bo'lsanglar? Keyin ina shu koftalarim hammasi, ina ushag'anini, ushag'an koftama 120 ming so'm berib olib ketarsin shu yerdagilarni, ushag'anini. Ina bundan tashqari buna 100 ming so'm pul beradi. 100 ming so'm. Buna 100 ming so'm pul beradi. Hozir bir ikki nelerimiz badan skani realni skidki masku deb. Bularımıza 100 ming so'm pul berib olib ketarasiz klientlar. Ina bularımıza 120 ming so'm berib olib ketarasiz. Inek. Görün ina 120 ming so'm. Nechki 120lik, nechki 100likini biling. Ina 120 ming so'm. Ina bular 100 ming so'm. Ina nechki narsa 120, nechki narsa 100likini ina 100 ming berib olib ketaradilar. Ina bunachilar. Keyin bizda ina dvoykilar bor. Ina dvoyki deydimi, troyki deydimi, ina dvoykilar. Har turlisi bor. Bu dvoykilarni qarang, birisini 250, birisini 200. Masalan, shu 220 ming so'mdan sotilgan. Buni 250dan 250 sotganmiz, 230 berganmiz masalanda. Bular 200dan 180 berganmiz misolidan. Bu yerda hammasini bahasi har turli. Lekin sizlarga realni skidki bo'lishi uchun kommentarlarga qimmat deb yozmasalaringiz uchun 150 ming so'mdan qo'yib beraman. Ana galasizda 150 ni sanab shiqirdab olib ketarasiz giymaka. 150 ming so'mdan. Ha, bularimiz zo'r sifati. Necha marta legana sotsanlar ham javob beraman. Moving Shop javob beradi sotgan vajina. 150 ming so'mdan berib olib ketadi. Keyin bu shoyi girmaydi 150 ning ichida. Shoyi ham 150 mi deb qimmat deb yozadi klientlar o'zi. Shoyimni o'zi 100 ming so'mdan. Ha, shoyini 100 mingdan. 100 ming so'mdan, 100 ming so'mdan shoyimni o'zi,
So'nggi moda yana 100 ming so'mdan shoyi. Enay. Shoyi 100 ming so'mdan. Keyin endi qalin kurtkalarimiz bor bizda, enay. Qalin, koja. Lakurni necha yil giysam modadan qolmaydi, necha yil giysam to'zmaydi. Bularni 250 ming so'mdan pul berib olib ketarasiz sizlar. Endi jinsi kostyumlarni esa 150 ming so'mdan pul berib olib ketaring. Qora svetlar ham bor. Endi klassik jaketlar bor, so'nggi moda. Tayoqni o'lasa tayoq urib kiyadi narsa. Hali endi moda bu trendda endi yildan dim giyiladi narsa bular. Shundan ko'p klientlar oldi, olgan klientlardan uzr so'ragan holda men dim plazar bo'lib turibman, shuncha realni sketga berib turibman. Bularni 100 ming so'mdan qo'yib beraman. Bir 15 na yaqini bor 100 ming so'mdan. Ishi 2 kostyumma mana 100 ming so'mdan berib beraman. Gelib olaveradilar. Keyin ina bu kostyumlarim, Ishida ina qora kostyum bo'ladimi, maloshniy kostyum bo'ladimi, однотонный kostyum bo'ladi, qalin kostyum bo'ladi, kletki kostyum bo'ladimi, jaket bo'ladimi, koja bo'ladimi, hammasini 180 ming so'mdan beraman. Uşağını 180 ming so'm. Klientlar qayt demanglar, uzr lekin eng realniy skidki bu qayt demanglar, undan pasti to'g'ri kelmaydi. Xalqqa realniy skidki bilan chiqib turibman. Bo'ladon bahasi shu. Bo'ladon bahasi shu. Ish kostyum chovurlarni 300 satganman. 350 aytib 330 dan berganmiz. Uzr so'ragan holda og'amlar xafa bo'lmaydi mendan. 250 ming so'mdan berib beraman. 250 ming so'mdan. Endi jaketlarni 150 ming so'mdan berib beraman. Jaketlarni o'rgirib qolinglar klientlar. Skidkidan o'rgiringlar. Ina bu kostyum chovurlarni 180 mingdan berib beraman. Ina kostyum chovurlar. Hozir kostyumini o'zi 180 mi? Bu chovuri bilan 180 beraman. Yine obunachilar. Bugün shopda aniq skidka. 4 gün aksiya qo'yib beribman. 5-kuni iltimos etib kelmanglar, uzr klientlar. 4 kunda o'rgirmagani qoldi. 4 kun. Yine obunachilar. Endi kostyum chovuri bilan Kostyum chovuri bilan jaketi bilan chovur bular. Jaketi bilan chovurdan 180 ming so'mdan qo'yib berdim. 180 dan. O'quvchi qizlar uchun tez kelib o'rgirib qoladi, dim akkuratni turadi, dim nejli turadi, garantiya. Akkurat nejisi. Endi duvoykilarim 100 ming so'mdan berdim. 1, 2, 3 100 ming so'mdan ketdi. Duvoykilar 100 ming so'm. 100 ming so'mdan Shu 3 narsasi bor 150 ming so'm. Qolgani 100 ming so'm. Endi Amerikanki 60 ming so'm qizlar. Amerikanki 60 ming so'mdan. Keyin bizda chovurlar bor. Shu chovurlarimiz giyin. Hozirgi moda, so'nggi moda. O'zim ham giyib ko'pman, so'nggi moda. Bu chovurlarimiz 180 ming so'mdan beraman. Endi qalin qora chovurim bor. Qalin, qop-qora, isha, o'qisha giyadim 130 ming so'mdan beraman. Ishchilar, o'qishchilar uchun 130. Modalari turi ko'p. Endi chovurlarimiz bor. Bularni 100 ming so'mdan beramiz. Triko fason duradigan chovurlarni 100 ming so'mdan beramiz. Chovurlarni turi ko'p. Jinsilarimiz bor, qalin jinsilarimiz. Endi bularni qora 220 ming so'm, bu chovurlarimiz 150 ming so'mdan beramiz. Chovurlarni turi ko'p, ko'raverasizlar, klientlar o'zingizga pastdan razmer beradi qizlarim. Kelaverasizlar. Keyin bizda yubkalar ham turi ko'p. Shu yubkalarim ushag'anizni, qorani ushag'ani. Nechki ushag'an ekan deydiganlar uchun bir ikki soat ko'rsataman, bu yerda ko'p. Akkuratniy duradi, xush duradi, nejli duradi. Mana giygan odam biladi, endi menga tutgandan bilinmaydi. Katta razmer, 58 razmer o'qituvchilar uchun. O'quvchilar uchun Hammasidan bor. Turi ko'p, keladi tanlaydi Shu gapni qisqasi ishma boqing. Qora ushag'anini 100 ming so'm berib olib ketarsinlar. Olinglar. Ushag'ani 100 ming, ushag'aningiz 100 ming. 180 ming so'mdan sotilgan 100 ming so'm ushag'ani. Keyin endi yubkalarimiz ushag'ani 120 ming so'mdan bular. 120lik vilyet ketdi bir dana. Qo'ja xeyli 120 ketdi. Qo'ja xeyli. Gafri xeyli 120 ketdi. Qat 120 ketdi. Moda svetlari ko'p, o'rgirib qoladi. Keyin bizda iltimos, chiqqandan yugurib kelinglar. Qamoqni yolg'ondan chiqaribdi degan gap bo'lmasa, yolg'on emas. Gelib ertang so'rgiringlar. Bugun chiqdimi, ertang yugurib kelinglar.
120 ming so'm ketdi. Koftalarim ham bor. Ko'rsating. Ish koftalarni yana bu yoqini Uşağanın 100 ming so'mdan beraman. Shu bu yoq devor osilib turgan. Şurada uşağanı 100 ming deysizmi? Ha, 100 ming. Keyin bularda endi ak kofta bor-ku, ak koftadan 100 ming so'm beratirmi deydilar-ku. Ha. Ak koftalarni 70 ming so'mdan beraman. Uşağanı Xitoy uşadı, Bishkek uşadı. Uşağanı 70 ming so'mdan beraman ak koftalarni. Yine olmaşılar. Yine bu koftalarımız yine. İş koftalarımız yine. İşi ben kofta böyle. Yine bu jaketim 100 ming so'mdan beraman. 100 ming so'mdan. Yine Tarstofki yine. Tarstofki. Kalını 180 ming so'mdan beraman. Poçaklı kalını 250 satılgan 180 ming so'mdan beraman. Bu koftamız ham 100 ming, bu koftamız ham 100 ming. Cinsimiz 150 ming so'm. Bize de emindi jaketlar ham bayna. Ve ko'p qaysi birini ko'rsatib baho aytmoqqa bu narsamiz videolarimiz ham ko'payib ketadi. 100 ming so'mdan. Tanlaganing Uşağanın 100 ming so'm. Uşağanlarga bo'ladi. Uşağan hala uşuysanmi, hala jinsi uşuysanmi 100 ming so'm. Yine. Uşağanın 100 ming so'm. Endi Uşağanı yine bu 100 ming so'm, bu 80 ming so'm Uşağanı. Yine Uşağanı 100 ming so'm. Kızlar ishini ko'rsatib, yine sivetlari ko'p yine. Qarası desem, sinisi desem, serisi desem, akı desem 100 ming so'm Uşağanı. İmbalarımız ham yine 180 ming so'm yine. Tiger so'nggi moda. Kojalarımız 150 ming so'm so'nggi moda. Kojalarımız 150 ming so'm. 150'dan. Endi koja kostyumlarımız yeng duradi 250 ming so'mdan. Yine yeng 250 ming so'm yeng duradi. Yine elimdagi kostyumlar yine oy sayısı yine yeng duradi yine. Shunday deb duradi 250 ming so'mdan. Yine biz jemperimiz hem jaket, hem yakası alınады, hem jemper, kapkarım enelerimiz için, ayapalarımız için 250 ming so'm. Bari yaxshi ish ham 250 ming so'm, hem panço, hem jaket 250 ming so'm. İşlarimiz yine 130 ming so'm, mimul. Vejlerim birbirinden kaçıp ketecek. Klientler gelecek buraya tuttum hemesini. Klientler yaktımı der sürede düşürüp gengle, tovup beremem. Şu 4 gün içinde. Kiçat etinle gengle. Az sırada düşürme gelip benden sorarsan ben bilmeyi duruşum ki adamlar köp bolsa gerem. Yinesiler, obunaçılar aksiyamız 4 gün davamında. Kim bize de veç köpten gelip klientlerini üzgür bakın yaxşıdan. Zagülkilerimiz var mesela bize de yine. Zagülkilerimizin sürede düşürün. Optum bakada mesela zagülkilerim ana 30% skip getib taşıma alın ana 30%. Bunlardan 30% skip. 30%. Yine bize de boyama donlarım var. Boyama donlarım 30% skip getib taşıma. O indi bularını bir bakasına aytamız desek ve hiç köp. Ujaylı sırttan bir dükkanımız var. Zonam görsetsem sırttan bir dükkana ve acayip köpümüz. İç giyimlerimiz hem var. Göretsem, maske dissem, iç giyim dismi. Hem mevecimiz var. Bir katar dükkanı yakşatıp kamera alın sonra sırtını görsetip veremem. Yine obunaçılar gireverişimizde boyan çıkayma duh hemen nese var. Biyatta yine götürsüla. Ne o gerek bize tapıladı ayarlarımız için. Bak kalın sipartikimiz, yubkası var, alu degen so'nggi modamız var, bembamız var kızlar. Bembamız var. Alu bemba var. Keyin yine svetlerin bir qator tushiring. Yine uzunli var endi o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Endi uzunlari bor sipartikning. Iriroq qizlar uchun uzuni uchun koftasi bilan. Endi bularni tanlaganini 150 ming so'mdan beraman. Tanlagan bir baha bizada 150 ming so'm beradi oladi ketadi. Bir baha 150 ming so'm. Keyin var yine. Xitoyniki. Buni 250 ming berib olib ketadi. 250 mingdan. 250 mingdan. 250 berib. Keyin bizada ishini kostyumlar bor. Bu kostyumni 180 qo'yib berdim-ku, biladi ichanda. Endi buni buni chovuri bilan narsani 180 qo'yib berib, koftasini 60 qo'yib berdim Amerikankisini. Klientlar biladi ichanda. Keyin bizada patinkalar bor. Patinkani Uşağanini patinkalar qalini degani qalinidan beramiz. Qalini degani qalini degani qalini bor. Ha, qalin degani qalin
Kalını veremiz. Kalın krasovka dedim, kalın makasi dedim. 100 min so'mdan veremiz. 100 min so'mdan. Tellep görüp ala. Tellegen 100 mi bir de? Yok, bir de 50'lik ham var. 50'lik ham var. 50'lik ham var. Her türlüsü var. Bular 100 min so'mdan veremiz. Xitoynikin zo'rini. Imindilerimiz var inen. Imindilerimiz 40 min so'mdan veremiz bularni. 40 min so'mdan. Imindilerini 50 min so'mdan veremiz inen. 50 min so'mdan inen. Bularni 50 min so'mdan veremiz. Keyin bize de imindi dips kızlar için, mektep okuçular için 70 min so'mdan veremiz. Yine 70 min so'mdan veremiz. Yine 70 min so'mdan veremiz. Keyin bize de ediklerim var. Yine ediklerim. Urgirip kalası 3 gün aksiya. 4 gün. 4 gün arası. 4 gün obunachilar. Ediklerimiz var. Ediklerimizni 140 min so'mdan veremiz. 140 min so'mdan 15 günden keyin topa olmaydilar. Yine sizlere. 140 min so'mdan. 140 min so'mdan ediklar. Ne? Şu inin 70 min so'mdan veremiz. Yine. Şimdi bize de mektep bakça okuçular dedim. Bakçaları da maşinilerim var yine. 35 min so'mdan. Arkalarım bekli kalını. 35 min so'mdan. Yine gelip ayakkabımız tufli dedim. Tufli hem 100 min so'm. Tapçıkem 100 min so'm. Krasotkam 100 min so'm. Kalın krasotkam 100 min. Yupka krasotkam 100 min so'm. Hemmesi 100 min so'm. Gelip ürgürüp kaladılar. Yine. Şimdi bir de duvaykilerimiz var. Duvaykilerim türü köp yine. Görediler yine duvaykilerimizden her türü var. Bulanı 100 min so'mdan koy verdik. Çayılarını içanda. Tamam, 100 min so'mdan koyduk. Bulanı 150 koy verdik. Bulanı 150. Görün yine 150. Yürekçeli. Anan 150 yukarıda. Yine. Ki yine bulanı 200 koy veremiz. Yine. 1, 2, 3, 200 min so'm yine. Yine biz bir tavardan 200 koy veremiz. Yine şu biletlerin hemmesi 200 koy veremiz. Görsetin yine. Yine görsünler özleri. Bir de göyneklerimiz dümkü bir hatar düşürün. Bulanı yine 180 koy verdik. Yine 180, bam 180 koy verdik. Yine panço göynek kettarak eyallah için hem göynek hem pançosu var. Emin dinerse yine gelip görüp alalım yine. Bularımız 300 etip veremiz yine. 380 satılıp durttu. Bunun üstüne maddini giyer. 300 etip veremiz. 300 min so'm 380 satılıp durttu. İşte grejlerin bir hatar düşürün. Yine obunachilar. Vecimiz köp. Bir çetten aytamız desek ne bu kurtkilerimiz inen. İş kurtkilerimizni inen kurtkilerimizni 200 min so'mdan koyup veremem. Halağanı 200 min. Halağanı 200 min. Karışını kichkinaroq razmer yaxshi. O'quvchi qizlar uchun 150 min koyup veremem. Bu kattaroq qizlar uchun 200 min. Kichkinani 150 koyup veremem. Ina shuni 80 koyup veremem. Kletkini, tonika, uzunroq. 80. Özünü admanki giysen bana 80 mindan. Ina to'xtang. Ina şu bamam bir görseting chotki narsa. Şu bamam xafa bo'lib qolmasin, meni aytmadi deb 250 min koyup veremem. 250. Bir şuba 250. 2 şuba 250 min so'mdan. Yine milli kostyumumuz var 250 min so'mdan. Vecimiz köp. Bir de göyneklerimiz var yine. Yine. Bu 150 min so'mdan bu. 1, 2 göynek. 2 göynek, 3 göynek 100 min so'mdan veremem. 100 min so'mdan. Qag'ani 150 min so'mdan olaveradilar. 100 min 150. İnan şu 3 qora göynekim yine. Görse 100 min so'm. Qizlar, qaranglar, yaxshi aytib video. Bam 100 min so'm qizlar. Şumam 100 min so'm qizlar. Qag'anlari 150 min so'm qizlar. Bam 150 min so'm qizlar. İna bu mam 150 qizlar. Bu mam qizlar 150. İna bu mam 150 qizlar. Ne? Bu svetlerim bazı, bekle yine kızıl svetlerim var. İne. Görsetin, bir çetten görsetin, hemme göynekimmi özleri yaxshatik görsün. Yine obunachilar bedaki o'ttirsalar, ayollarimizni kiyimlari ko'p. Bularınız ne? 3 paltonumdan hem 1 palton, 2 palton, 3 palton, 4 palton, 5, 6, 7 paltonum kalgan. 7 paltonumdan 200 min so'mdan koyup verdim. Yedisine? Hiç yerde palton 200 min so'mdan yok ki 200 minden bir kofta yaptırdı adamlar. Realni 200 min so'mdan pul berbat ketar. Bir koftanın puluna paltonlar. Bir koftanın puluna palton bilan kurtkini pulunu koyup verdim. 200 min so'mdan. Paltondan 200 alıp giderse, kurtkinam 200 alıp giderse. Sarafanımdan 3 tane kalan yine. 3 tane. Sarafanın 3 tane? Sinisi, maloşisi, rozisi 50 min so'mdan.
50 ming so'mmi? 50 ming so'mdan. Ishi göyneklerim hem 50 ming so'mdan kızlar. Bular bir kağanı için. İçerinde astarkisiya, yırtıkıya, dağı yok. Burası bir kağan. Bir kağançı 50 ming so'mdan. Kağan için 50 ming so'mdan. İşlerim 50 ming so'mdan. Süper vereme yine. 50 ming so'mdan yine. Bunu açılama kalan 50 ming so'm. Kostyumlarım 50 ming so'm. Jeans kostyumlarım 50 ming so'mdan yine. İşi de uşağına 50 ming so'm mu? İşi de uşağına 50 ming so'm. İşi de emirimde uşağına 50 ming so'mdan. Gelip özleri görüp alaveredi. Yine 50 ming so'mdan uşağına. Yine 50 ming so'mdan uşağına yine. 50 ming so'mdan yine. Bunu açılama kalan. İşi de görüp dursun. Uşağların 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan uşağı. Göyneklerim var 50 ming so'mdan. Ki işi de elden 5-6 göynekim var. Görseti berim. Çanda bu çavurlarımı görsettim. 3 çavurum yine modelidim zordu. 111 kodlu kalını 130 ming so'mdan koyuverdim. Çanda razmerleri var. Bunu yine hazır so'nggi moda chiroyli hali buni endi 5-6-7 yilda moda giradi. 7-8 yil modadan qolmaydi. Buni 180 ming koyuverdim. Yine bu çavurumam zordur. Bundan 180 ming koyuverdim. İçindeki argı 130, 140, 150'liklerini hem görsetip öttüm. Bir qator özünüz gelip görüp alaverasizlar. Hemmeni 4 yil bazar Betonki Sankida girgan yerda Mobi Shop magazini birinchi do'kon Mobi Shop deb katta partiyalar chiqib turibdi. Hemmeni 4 kun davomida 4 kundan keyin mendan xafa bo'lmanglar, uzrimni so'rayman. 4 kun davomida sizlarni kutib qolaman. 6 gün bazar günü, 1 gün, 2 gün, 2 gün skidkimiz 6'dan keyin tugidi. Bazarda saat 8'den geçki 6 ayçalı dükkanda bolaman, Xudo xolasa 4 yil davomida. 4 gündən keyin bo'lmayman, to'yim bor, to'y boshlab berganmiz. Qayinikam to'y bor, to'yga chiqib ketamiz 4 gündən keyin. Gelib qolasizlar, urgilib qolasizlar skidkimdan hammangiz. Ne desem ekan? Hammani kutib qolasizlar. Hammangiz Mobi Shop magazindan kutib qolaman. Mobi Shop hamisha sizlar uchun xizmatda, klientlar uchun kutib qolaman hammangizni. Kelar